Assalomu alaykum. Bugun biz Yakkasaroy tumani Yusuf Hoji ko'chasida joylashgan Mo'ljal Xorigrafiya akademiyasi va eski pedinstitut binosi ro'parasida joylashgan akustik eshitish markazidamiz. Bu yerdagi eng zo'r tajribali mutaxassislarimiz bilan ozgina suhbat qilamiz. Assalomu alaykum. Men Nishonov Tohir, lor-surdolog. Qisqacha bizani soha bo'yicha ma'lumot bermoqchi edim. Bizani davlatda bizani sohani surdologiya deb aytiladi. Bu ozgina noto'g'ri. Bizani sohamizning nomi o'zi audiologiya bo'ladi. Surdologiya kar degan so'zdan kelgan tarjimasida. O'shaning uchun surdologiya karlarning muammosi bilan shug'ullanadigan soha. Ya'ni jestlarda gaplashishni o'rganib, kar odamlarga hayotda qanaqadir o'rnini topish yordam beradigan mutaxassislar bo'ladi. Bizning soha lekin kengroq, audiologiya nomi, ya'ni eshitish degan so'zdan kelib chiqqan. Biz odamlarga eshitishga yordam beramiz, nafaqat karlarga, ozgina eshitish pasaygan bo'lgan odamlarga ham yordam berishimiz mumkin. Butun dunyoda ko'p davlatlarda bu soha alohida sohaga chiqib ketdi. Audiologiya hozircha bizning davlatimizda surdologlar bular lor sohasidan kelib chiqqan mutaxassislar bo'ladi. Lekin bu sohadagi bilim oshib borayotgani uchun, ma'lum bir yangi texnologiyalar paydo bo'lgani uchun bizning davlatda ham bu soha alohida sohaga chiqib ketish ehtimoli katta. Sizda yoki yaqinlaringizda eshitish pasayishiga gumoningiz bormi? Shuni aniqlashtirishga sizga yordam beramiz.